Nega assalomu alaykum Junaydullo Uskunan obunachilari. Mana bugun kun sanasiga 29-may 2026-yil. Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan mana shu gibrid butachamiz sotiladi. Yosh oilalari 1 yoshdan o'tgan. Mana tumaloq haqiqiy Angus gibrid buqachamiz. Qora olaga sementasi mashinni. Boylari 30 cm atrofida. Turishi ham ayiq polvon ekan, janovar. Qiziqqanlar bo'lsa sotiladi, aloqa chiqaverasizlar. Aloqa uchun nomerlar sarlavhada bo'ladi. Jiva veslarga necha kilo chiqib qoladi jiva vesga? 400 kilo kelib qoladimi? 400 kilo balandroq deyishyapti egalari. Jiva vesga. 13 oylik. 13 oylik bo'pti. Bo'ybaslari shu 30 cm atrofida bo'laverasizlar. Umuman o'ta baquvvat ekan. Sementalga smashinlik uchun oyog'i ham вообще yo'g'on yo'q. Buni toza dehqondan nech pul deymiz buni endi? Kelishtirib haligi bo'ladigan qilib gapiravering, haligi sotiladigan narx qilib 500 ming nari ber, raznica olib 35 million. 35 million xayri bor, ha? Xayrini qilaveradi, kelib ko'raverasizlar. Bu sementalga dam beradigan bo'lib ketibdi janovar. Olib chiqish ilojisi bo'lmadi, sababi o'ta sho'x. Tortib ketsa hamma joyda xoram qiladi deb uni video qilyapmiz. Bu shun baquvvat ekan. Buni kattasidan bu kichkinasi kuchli. Kichkinasi bunu ko'ringlar, janovar mashalloh. Gardanam shunday kishi. 35 million so'm xayri bor, aloqaga chiqaverasizlar. Manzillar Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'ida. Toza original gibrid.